Neftchi global reytingda yana bir qadam oldinda. Opta Sport tomonidan ishlab chiqilgan super kompyuter futbol klublarining yangilangan jahon reytingini e'lon qildi. Ushbu reytingda dunyoning 13 mingdan ortiq professional klublari qamrab olingan bo'lib, ular zamonaviy statistik modellar va minglab simulyatsiyalar asosida baholangan. Mazkur ro'yxatda Farg'onaning faxri Neftchi futbol klubi 933-o'rinni egallab, ya'ni bir bor xalqaro maydondagi o'z o'rnini mustahkamladi. Neftchi natijalari: dunyo reytingi 933-o'rin, Osiyo bo'yicha 58-o'rin, O'zbekistonda esa 1-o'rin. Shuningdek, mamlakatimizdan yana 2 klub, Nasaf 954-o'rin, Paxtakor 1017-o'rin ko'rsatkichlari bilan reytingdan joy oldi. Global yetakchilar qatorida Arsenal, Bavariya, Barselona. Shu jihatdan Neftchining top mingtalikka kirishi bu tasodif emas, balki jamoaning barqaror rivojlanishi, tizimli o'yin falsafasi va natijaviy ishlari mahsulidir. Neftchi bugun nafaqat O'zbekistonda yetakchi, balki Osiyo miqyosida ham o'z o'rniga ega jamoa sifatida e'tirof etilmoqda.